Assalomu alaykum hurmatli Oson bozor YouTube kanali kuzatuvchilari, chorva, mol, qo'y ishqibozlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan qadrdon obunachilar, bizni ashaddiy muxlislar. Bugun sizlarga Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashuv qishlog'idan sotiladigan bir bosh toza qonli 100 talik simental xunajinimiz bor. Bo'g'ozidan Omon akalar o'ta karabil katta toza qon yaxshisidan bor. Tavsiya qilaveraman. Shuni chiroyli qilib video qilib ko'rsatamiz. Video davomida to'liq ma'lumotlar chiqadi. Video yoqsa albatta bittadan like tirsillatib bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringni bildirib, kimgadir mol ma'qul kelib qolsa, narx-navosi, bo'yi, bo'g'ozligi, holati tushib qolsa, kimnidir rizqi bo'lsa, olib foydalanib uyga boqsa, boqilgan narsa. Biz o'rtadagi vositachi sababchi bo'lib deymiz va chiroyli qilib videoda olib sizlarga taqdim qilamiz. Omad chista dehqon xonadondan rost mana dehqon o'zimdan olgansa aka xunajinligida. O'zimdan chiqib ketgan, ammo xunajinligida ham o'ta sutga to'ygan katta baquvvat chiroyli narsa edi. Cho'tki edi. Agar turgan bo'lsa rasmni ekranga qadab bunday montajda chiroyli qo'yib ketaman, ko'rasizlar. Haqiqatda chiroyli xunajini mana boqib, bo'g'oz qilishdi. Endi pul zarurat bor ekan, sotamiz deyishdi. Shuni sizlarga ko'rsatamiz. Aka mana shaqa shunday yetarli masjidga chiqsin, hozir yerda do'qirdan nima bo'lmaya iloji yo'q. Yerda haydashgan ekan yumshoq botib ketadi aka deya. Mayli, botsa ham chap-chap buni hech bola qilmaydi. Yur. Mana. Chaqqa terlar yumshoq ekan botib mo'yapti, hech bola qilmaydi. Yurgizoni aka mana shu. Chista dehqon. Bunaqa olib sotarli emas. Oh, jonivor. Rasa yurgisi kelyapti. Hozir bu tish buzgan yo'q-a? Hali go'dek hali akalar. 2 yasharga borgan. Endi meni esimda yo'q aka, ko'pchilikga mol sotganman. Piramerni hozir necha oylik bo'ldi mol do'zi? 1 yashar 7 oylik 8 oylik bo'ldi. O'sha hisobda 20 oylik bo'libdi-da pashti. Qashi bir 3 oy nari verisida tish buzib qoladi. 20 oylik. Hozirgi kunda bo'g'ozligi qanaqa aka buni? 6 oy bo'ldi qochganiga. 6 oy bo'ldi qochganiga. To'liq 6 oylik bo'g'oz. 6 oylik bo'g'oz. Bo'y basiga keladigan bo'lsa 1.40 plyusda. 1.40 plyusida o'ma qochgan, bundan ham ancha katta. 8 kilo. Ha, ali bergan novvosidan qochgan. Sherigidan qochgan. Oma boru novvos ham o'ta chiroyli narsa edi. Hozir karabil olib ketgandir katta bo'lib. O'zimizda u ham nimada tog'amlar. Tog'izlarga sotgansiz. Ha, yaxshi. Nima bo'lsa qochgan novvosda ham bir videoga bunday videosini montajda tiqib ko'rsatib ketamiz. Novvosi ham baquvvat zo'r. Mana akalar. Mana shu novvosdan qochgan. Mana shuni ham bizdan olishgan mana. Ana natija. Oma karabil bu ham. Zo'r narsa. Qisqasi akalar, nima deydi? Osog'ili yaxshi narsa, ko'chati yaxshi, tuzi. Bo'yini 1.40 plyus, qochgani 6 oylik. Mol toza simental, vesiga keladigan bo'lsa 650 kg plyus minusida keladi. Sog'lomligi sog'lom, aka? Sog'lom. Toza simentaldan qochgan. Mammasi yo'q yeb ichida. Behijolat deb ko'rib. Baqa qaratingchi. Yeb ichishi zo'r. Nima beryapsiz hozir? Kilodan ketadi. Mana aka, mana shu simentalni boqqaningizga birinchi marta boqyapsiz, to'g'rimi? Mana oddiy uy xonadonda mana silos mashga bosib qo'yishgan, ishticha qo'ra qilib boqishibdi. Bizdan olishgan, biz sababchi bo'lib qolganmiz. Nima deysiz aka, to'liq fikr bildiring. Bu yerda hali nima deydi, ko'pchilik ko'radi, o'zini hali nimasini boqaymi, boqmaymi degan odamlarga sababchi bo'lib qolasiz.
Bitta keldik mana bu haqda. Novoslarni sotdik, puli chiqqan. Novvoslarda aka, misol necha oy boqdingiz o'sha novvoslar? 6 oy vaqt. 6 oy boqib necha pulga sotdingiz? 37 million uchtasini olib, 38 million sotildi. Ikkitasi. Bitta novvos. 1 million dalji foydada bo'ldingiz. Endi yeb ichganga tiqib olsangiz ham, pashti xunajon sizga yeb ichgan hisoblamasangiz tekinni holatda turibdi ekan-da. Mana foyda bo'lsa shunchalik bo'ladi-da, bundan ortiq qana bo'ladi. Ona xunajin ham akalar nima dedi? Ancha-muncha fermada ham buni xunajin yo'q, dangali bor-ku. O'zi yoshligidan ham sutga to'ygan polvon narsa edi. Hozir ham chakana bo'lmabdi. Bunday kelib ko'z bilan ko'rsa bor-ku, libboy odamga yoqadigan xunaj. Kelinglar, ko'ringlar, mana mazza qilib o'ylar. Puli ham o'ziga yarasha bo'lsa, hali nima bas. Nima deydi? Ishqivozi uchun aldaqa nima deydi? Videoda boshda aytaveraylik, unaqa jicha pulga berib yuboradigan mol bas-u, lekin olsa arziydi. Olsa yutqizmaydi. Bemalol Xudo xolasa yangi tuqqan holatda 25 ta 26 ta sutini beradi xunajin holatiga kamida. Eng muhimi sog'lom. Aka nima deysiz? Yashur, paragripp, dermatit degan kasalliklar yuqdimi, yuqmadimi mol? Kelgandan beri yuqmadi molga. Bittaga dorilar qo'ydi. Yeb qo'ymasin aka, torting. Bitga dori qildingiz, boshqa narsa dori por ishlatganingiz yo'q molga. Gap yo'q, Alloh rozi bo'lsin. Eng qiziq hali kumulятsion nuqtasi narxida. Kelishtirib, chiroyli qilib. Mana siz shuncha baraka topsiz, olgan dehqon ham mana shunday baraka topsin. Endi sotqinlarni ko'ryapmiz aka, 45 million deyapti. Endi degani deyaveradi. 45 millioncha, 43 millioncha hayrini qilib beramiz. Yana ham jicha tushing. Telefon qilishaversa, hayrini qilib Berasiz axir. Xayri bor-a? hayri bor. Aka, bunday narsada puli 1 million 2 million bag'i. Olgan odam mazza qilib boqsin buni. Siz ham misol foyda qildingizmi? U ham foydasini qilsin olib. Foydani qildi, Xudo xolasiga og'ildi. Kimga bersiz ham aka, nima dedi? Barakali bo'lib borsin-da, bizdan shu qolar, xolos. Xudo xolasa baraka tovushar buni olib. Ko'pchilik aytadi, senga yetsa arzon olsa o'zing olib bersan, unaqa. Yo'q akalar, meni o'zimda ferma, boshqa oladigan joylarim bor, yetarli. Buni ham bitta dehqon olib mazza qilsa, hamma narsani men o'zimgalik, menga berasan, men berganman, shu berasan degan narsa yo'q. Biz bor narsani chiroyli qilib video qilamiz, kimgadir yoqsa olsin deymiz. Ammo akalar, olsa olguli, chiroyli, hali sifati zo'r narsa. Yelinlarni shunday shunta ketdi, bir qattiq ushing. Yelinlari ham katta-katta bo'ldi, zo'r bo'libdi, bormi oldi. Akkam shu molda, mana shu yelinini ostini ko'rishsin. To'xting. Cho'chima. Mana akalar. Uzunchoq zo'r. Xudo xolasa o'ynatib sut beradiganni. Bo'g'ozligini aytdi, yoshini aytdi. Sog'lomligi sog'lom, stakan tuyaq. Mana oddiy xo'jalikda shunchalik boqishibdi. Kasal-pasallik bunaqa yuqqani yo'q molga. O'ynaqlab turibdi. Manzilimiz Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashu qishlog'ida shakamizda. Aka, nomeringizni ayting, Telegram, WhatsApp bo'lsin. Nimada musofirda yurgan ukalarimiz bor. Ammo musofirda yurganlarga aka dangal kelishtirib bering. Shular hali qattiq mehnat qilib topadi-da. Bo'ldi. Telefon qilsa chiroyli qilib 95lik. 95lik. 799 1200. Telegram bor shunda. Telegram bor-a, chiqishaversin. Mabodo kelishib qolsangiz, vodiy bo'ylab dastlabki qilib bera olasizmi? Ha, kelishib qolsa qilib beraveramiz. Narx qoplasa qilib beraverasiz, aka. Narxini kelishamiz, qilib beraveradi. Yangi tug'iydigan, birinchisini tug'iydigan xunajin kerak. Hali nima qilib o'zim sir qilib tarbiyalab olaman deganlarga akalar nima deydi? Tavsiya qilinaveradimi? Mo'zzo. Haqiqatda zo'ragan deb agar kelib ketganlar obязательно videoga kirib kommentariyasiga yozib qo'yinglar, haqiqatda mol kuchli ekan, chiroyli narsa ekan deb. Gap yo'q, havas qildim men ham. Yana bu 2 oy tursa boldirab, balqillab baliq bo'lib ketadi. O'zi zakonni turibdi. Вообще go'zal bo'lib ketadi. 43 millionga zo'r narx berasa, tushib berasa, g'ich kami bormi? Telefon
ko'rsin, kilometr beramiz. Gap yo'q. Qayeri bor, o'tib beramiz. Gap yo'q. Qadrli obunachilar, sizlarni ham vaqtlaring davom etaylik. Video davomida xato va kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsak, bilib bilmay noto'g'ri gapirgan bo'lsak, xafa bo'lmaysizlar. Dilxiralik bo'lmasin. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun mehnatdamiz aka-ukalar. Videoga obязательно bitta like bosib, tars etib bosib qo'yinglar va semental ishqibozlarga, chorva ishqibozlariga, semental qidirib yurgan aka-ukalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Hammaga katta rahmat deymiz. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Savdamizga Alloh baraka bersin.